Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Nexia 2 izlaganlar bormi? Bo'lsa o'shalarga jo'natib qo'yamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Apishkalar juda ham zo'r holatda, mashina lyuks. Probeglarni ko'rishingiz mumkin. 3 krugdan o'tgan. Magnitofonlar o'ziniki ishlab turibdi. Chexollar qo'yilgan. Lasetti sizeniklar, qo'lliklar ham tashalgan. Bitta orqasini ham ko'ringlar. Orqalarning holati zanglagan joylari yo'q. Gilamlari o'ziniki. Salon juda ham zo'r holatda. Yiliga nisbatan juda ham zo'r holatda. Bagajlarni ko'rishingiz mumkin. Bagajiga bemalol bir ikkita qo'y sig'adi. Propan, tabletka gaz balon. Zo'r. Mashinani hech qaysi detallar almashmagan, hammasi o'ziniki deyishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Yana ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Bemalol. Mana oldi eshiklari. Kraska bor deyapti, lekin suyagi butun. 4 ta yangi balon qo'yilgan kalpaklarda. Motor Sons moy yemaydi, korobkalarda ishi yo'q, ходовой tayyor. Mana oldi chashkalari ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Usilitlari o'ziniki. Yili 2008-yil. Narxi 3800. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.